Benim ismim Adam. Elmer padişahlığının şahzadesi. Bu yerde sırlık Galiskar kalesi var. Bu yolvas benim en yakşı dostum. Bende sırlık güç kuvvet var. Lazım bolganda şemşirimni çıkırıp katlıkta olayım ben. Bana güç kuvvet Bu çağda yolvaz, eriş yolvasına aylanır. Ben Heymenge, alemdeki en kudretlik Adem'e aylanır ben. Benim özgürlük sırrımni dostum Şadutberi soğusuruz. Yasa ol, değil ve olku küçükşili bilin. Biz birlikte rezillik menbiyi İlantağ kalesini kelgen alvasla bilen köreş kılınız. Bunu tutarlarsa yok görüp bakayım. Yaxşı tuttun Bodi, obda oynağla. Yaxşı bo'ldi. Bunu tutib olg'in. Oo, mushtoq o'ynamoqchimisan? He? Oo, ahvol chatam. Biz qajoyli, bumuz tutilib qolamiz. Oh, yasovulning sihi. Eng yaxshisi uning qaytayli. O yasovul. Dadamning do'sti. Agar uning ochiq kasming nas bosqini shu. Men mümkünüm olay. Oo, qoqqada yo'q. Chir, men berib aytay. Men bo'lmayman. Sen uningga aytmag'in. Bo'ldi. O'tiribning ahvoliga o'zim berib qarab boqsam bo'lg'idi. Oo, mening topim, mening. O mening elektronlik analizatorumning ustiga tushdi. Asofda mesaj qanday qiladi? Endi balo qoldigan bo'ldi. Parasat yulduzi bu yer nemish bo'ldi? O ehtiyotsizlikda mening kashf qilgan asbobimni chiqib Ha, ikkilarning to'pi baxtga qarshi kontrolligini yo'qotib tashnaqma. Bavdi sening sherikingmidi? Ammo xudolik menda. Yo'q, men sen Bavdining bu yerga bilib kelishing kerak edi. Unda qilsam u men chiqishdi deb qoldi. Oko, bilishing kerak. Uning dadisi Fanti qabilasining boshlig'i. Uning qizining javobgarligini ustiga elishni umid qilganligi ishinimi? Agar umarlashib qolgan bo'lsa, agar ikkilarning xatolik bo'lsa, Oko o'z xatoligini o'z ustiga kelishing kerak. U uzumzorlikning atrofida bizim yo'qishmak o'ynagan joy bo'lishi mumkin. Men uni tergilay. Menga nisbatan aytganda o'zimning xatoligini tunishim hamda jazoni qabul qilishim bak taqsis shudir. Biroq agar sen xatoligini tunisang, jazo sening o'ylig'ingdek eg'ir bo'lmaydi, shundaqmi? Ha, shundaq. Xudoga shukr, o'ngir chunqur emaskan. Endi bexatar bo'ldim. Bu yazodli munda qorong'i bo'lib boqmagan. Nemish bu? Men sening omon mushak keldiganligingni bilatdim. Lago. Endi chiqsam bo'ladi. Hech yo'q. Bu yoqqa chiq Bodi. Sen nerede? Sen işçidin mi Bodi?
Qutqusunlar. İşini men Oko. Bodi dadısının Lago degan do'sti borligini sana jazman aytqango deyman. Sen aşı qabilaga o'rgansan da? Meni biladigan ha? İkimizni nima qilmoqchi? Biz Bodini kutib turgan, u albatta bilmaydi. Biroq bizga hamkorlashib dadisini og'dirib mening yangi qabila boshlig'i bo'lishimga yordamlashadi. O Saygin, biz uning e'tiqod qilamiz. Biz onun ko'ziga soladigan granat toshni topa olsaqla hamma ishimiz taqib bo'ladi. Ha? Granat tosh? Bu bizning qabila haykalining ko'zi. Aytganing to'g'ri. Biroq biz uningga muhtoj. Uning qudratining yordami bilan Saygin urush yengilmaydi. Va kechishdan Oko. Ular Sayginning ichiga tiqatanglar. Hamıya. O'n tutinglar. Ansirma Bodi. Men seni qutuldirman. Men barliq kuchimni ishga soldim. Bir saat bo'ldi Oko bilan Bodi qaytib kelmaydi u. Efendim, bu Moğol Serdar Hilili yazgan xat. Nimish bo'pti? U Baudini qoldiringlar debdi. Lagovbaya üzümzarlıqdan g'oyib bo'pti. Baudi xatarga yo'liqishi mumkin. Üzümzorlik. Oko dal shu yerga Bodini izdigil ketgan. Delaga aytib qo'y. Pensi toshni men saqlab tursin. Adam, biz mang'ayli. Men eng tez surat bilan keldim dada. Oh, Xeyman, seni ko'rganimga intayin xo'shalman. Oh, yaxshimisan deyla. Tezroq mang'ayli. Menga ergishmanglar. Lekin ehtiyot qilinglar. Üzümzorlik etner bo'yicha eng xatarli joy. Odam tutadigan o'simlik Ablahi meni nasbasdi. Tez. Qara. Nega menish kerakligini bir ko'rib boqay. Oko bordigan joy oldimizda. Biz kechikib qolgandek qilamiz. Qaranglar. Bu nima? Bu Oko'ning o'ynaydigan to'pi. U cho'qinmishadi. Ha, o yolg'iz bo'lmasligi mumkin. Boshqa kishilar bu yerga kirgan o'xshaydi. Bo'lmasa, Qara Xeyman, uning qudrati xili cho'nka. biz Bodini dadisiga aytib qo'yaylik. Hozir hech narsa Saygini to'sanmaydi. Ko'p vaqt o'tmayla Pekir Lago'nimi hech narsa to'sanmaydi. Mo'la, seni xitin tekkan vaqtda Baudi allaqachon qochib ketibdi. Agar o baldurroq javobgarlikni ustiga olishga jur'at qilgan bo'lsa, bunday ish yuz bermaydi. Xeyman, bir g'oyat zo'r metal hayvon ibodatxon tarafga qarab ketdi. U yo'ldagi barliq narsalarni vayron qilib etdi. Lago burundillik granit teshiga ko'z tikkan. Granit tishi? Mayli er yoki ayol bo'lsin, hech kim uni yutqiyolmaydi. Shundoq deyla. Lekin bir bola yutqiyalaydi. Bir alaydi bola. O Fanti boshlig'ining bolasi. Baudi? To'g'ri, Lago u toshga erishish uchun qo'lidan keladigan vositalarni qo'llanadi. Bu yoqqa kelinglar, tez. Biz bu yerdan chiqib ketamaydigan o'xshaymiz.
Bu hasının kudreti ana shu granit taşdan kelgan. Ularni Lago mangu kontrol qilinmaydi. Sakrab o't. Ko'rikni buzib et. Başqalar bizga agishib olmasin. Lago menda o'chini olaman deb ko'ranglayotgan bo'lishi mumkin. O nima uchun sendan o'ch oladi? Men uni suv boshqarishga qo'ysam, loyig'ida ishlatmading deb u ishni qilmadi. U shu ish bilan sen o'chib qoldimi? Undaq oddiy emas. Biz takallashib qoldik. U qochib ketdi. Keyin u o'g'irlik qilib, tutilib, mening turmamga qamaldi. O seni aytlanma. Shundaq, u granit taşni bulash bilan menda o'ch elish qasam ichibdi. Lekin men uni qizimni bundaq tez tutib ola deb o'ylamabdiman. Biz qanday qilib uni to'siy olamiz? Bu granit taş haykalga boradigan birdan bir yo'l. Yasavul, ağamcanı bana be. Ben onu Öztan'ın o tarafiga bağlayayım. Şu tut. To'xtat bu. Malo, hech nima bo'lmagansa? Hech nima bo'lmadi. Biz qanday o'tamiz? Manda qilaylik. Menga bash bo'l. Chin tut. Dam oladigan vaqt qolmadi. Mangayli. Heyman bizga agishib olibdi. Granit taş qo'limizga tushgan aman, u bizni hargiz tutolmaydi. Ularning barliq harakati cho'qim mag'lub bo'ladi. Men g'alaba qilaman. Men g'alaba qilaman. Etlarga hukmronlik qilaman. Men faqat kichikkina bir ishni o'rinlay olmaganligim uchunla sening dadang butun qabila kishilarning oldini meni xijil qildi. Oddiy ish emas. Sen bo'lsang bizning o'zimzorlikni sug'uradigan sug'i mas'ul. Bu kichik bola qilgan ish. Lekin mening uningdan muhim ishlarni qilg'im bor. Sen qilishga tegishli ishni qilmay, javobgarlikdan qochding. Nima dedim? Patarida bu yerning boshlig'i bo'lma. Bu joqda bu yerning xo'jayining kimligini bilasan. Hay, bu yerda. Granit taş fontiyening ibodatxonasida. Ben onu qo'lga kirgizib olsam, hech kimning gapini anglamayman. Dadamning gapini anglashing kerak. To'g'ri emas. Endi u mening gapimni anglaydi. Sarto, saygini pastroq qil. Uni menga aytma. Men qilmayman. Men nima desam shuni qilishing kerak. Saygini chiqaringlar. Uni ol. Aka, buni tutib ol. Uni tutinglar. Endi ular topolmaydigan bo'ldi.
qo'ysa. Acayipmi esbosda yana ulayilib ketdi. Men hozir sardorlik unvonim bilan Mo'lovni tizginlash qudratiga erishdim. Rahmat sana Bodi. Sen faxrlanishing kerak. Sen mening dadangni og'dirishimga yordam qilding. Hozir men xo'jayin. Belki yaxshi bo'ldi. Men Bodi bilan kichik do'stini qutuldig'ini kelganda. Bu yerning hammasi mening tizginlashimga o'tdi. Lago cho'qim yana razil askirliklarni qilyotdi. Qizaloq! Oko bilan Baldining ovozi bu. Men ularni qutqizay. Voy, qudrati yo'qolibdi. Lago granat tashi o'g'irlab ketgan o'xshaydi. Haha, ikkinglar bir kun o'ynadinglar. Qiyma, seni ko'rganimga itday o'xshalma. Tez, ular toshni o'g'irlab ketdi. Kent tarafga qarab qochdi. Ularni tezroq tutinglar. Betterning eshitmisi bizni to'zg'alamaydi. Qiymanni demayli qo'yaylik. Qiyman. O'yinni oxirlashtirsak bo'larmi-ki, birodar? Bu darajaga yetmagan-da Qiyman. Sana nurning ta'mini bir tetitib qo'yay. Eng yuqori chekiga olib qo'y. Eng yuqori chekiga apag'an. O sevgini vayron qilyapti. Sening g'alaba qilishingda gap yo'q, Xiyma. Men uni tutib kelay. Uningga men taqabul turay. Ben Lago'nu tutay. Hay, ne dönmeyen Qiyman. Men tutaman deb o'ylama. Ben seni ümitsizlendirishni xohlamayman, Lago. Hay, men sana aytib qo'yay Qiyman. Men bu o'rmonlikni obdan bilaman. Rahsen biyaning hammani misli pishiq bilsa. Lekin unutib qolding-ku deyman, Lago. Meningcha bu sening xatolig'ing. Lago bilan sheriklar o'tkazgan jinoyati uchun uzung'ich turmaga tashlanib, og'ir emgakka selinadi.
Meningcha Baudimo o'z javobgarligini ustiga elishning muhimligini tushungan bo'lishi mumkin. Baudi, u nima ketdi? Ha? Bu mening xatoligim. Yo'q, bu menda etgan xatolik. Bo'ldi, bu sening xatoliging. O'zini nimdigina, seni xatoliging. Bizning xatoligimiz. Bugungi hikoyada mening do'stim Baudi voqea paydo qildi. U xato ish qilib qo'yib kechib ketdi. Bunda qilganda ish texmi chatoq bo'ladi. Hamma kishi xatolik o'tkazdi. Lekin kechib ketish masalani hal qilishning usuli emas. Shunsiz xatolik o'tkazganda uni e'tirof qilishingiz kerak. Bu ishning yaxshi tarafga yuzlanishning yaxshi boshlanishi. Vaqt to'shib qoldi. Xayr, xo'sh.